Assalomu alaykum aziz O'zbekiston, assalomu alaykum aziz milliy kanal muxlislari, assalomu alaykum o'zimning shaxsiy muxlislarim. Sizlar bilan men Shohruh Hamdamov bugun Shoh reality showni olib boraman. Gul olib keluvdi, mashinadan olib berishdi. Musurlar sassiq, shirin musur bormi ekan-a? Paket kilosi nech pul bo'lyapti? Artismi yoki yo'q? Bor sen yarashıyorsan bilan shu. Men boshqa ishimga yemingiz ekonom qilamiz. Sekin sher. Og'riyapti. Go Shari, eşi birthday. Xo'jayinlar turibdi, xo'jayinlar. Keling, olib keling. Qo'lingni ollar, bo'pti. Hey, bo'ldi. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz qanaqa bo'ladi deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Bugun ko'rsatuvimiz juda ham o'zgacha bo'ladi, chunki men hamma narsani reality qilib olib borishim kerak, chunki haqqoniy ya'ni. Biz bugun mana Mirobod tumani maxsus transga tashrif buyurdik. Bizga maxsus transni matbuot kotiblari, barcha insonlar Ismoil akalar bizga yordam berishdi. Hozir ularni birma-bir tanishtirib o'taman. Bugun men maxsus transda bir kun ish faoliyatini olib boraman. Ertalabdan kechgacha. Bizni kuzatib oling. Mustafa aka, assalomu alaykum. Kirsam bo'ladi? Bo'lagansiz, keling. Charchamayapsizmi aka? Siz charchamayapsizmi? Rahmat. Biz milliy telekanaldan keldik. Shoh reality show, bizning showimiz nomi. Hammasi realniy bo'ladi. Bitta shu kasbda bir xalqimizga ko'rsatishga arzigulik kasbda bir kun ishlab beraman. Sizlarda oylik qanaqa shundan aytsangiz? Oylik endi bizda yuk ortuvchilar bor, haydovchilar. Haydovchilarniki 2,5 million o'rtacha hisob. Yuk ortuvchilarniki 2 million o'rtacha hisob. 2 million bo'lsa, shunda 70 minglardan to'g'ri keladi. Shu 70 ming. Bo'ldi. Azizlar, meni demak hisobimda 70 ming bor. Buni bir kunga yetkazishga harakat qilib ko'ramiz. Balki ortib qolar. Mustafa aka, ruxsatmi? Medko'rikdan o'tishim kerak ekan. Hozir medko'rikdan o'tasiz, keyin grafik asosida qaysi yo'nalish ekipaj bo'yicha sizni yo'naltiradi. Xo'p bo'ladi. Rahmat aka. Salomat bo'ling, rahmat. Men Komilov Rustamali Obitovich, Mirobod maxsus avtotrans filialining direktor lavozimida ishlayman. Hozir korxonamizda jami 97 ta xodimlar shtati bo'lib, shundan 95 tasi faoliyat ko'rsatmoqda. Shuning uchun men xalqdan so'rab qolardim, o'zimizda belgilangan joylar bor, chiqindi tashiydigan, bu ya'ni ko'p qavatli uylarga tegishli o'sha chiqindi yig'ish maydonchalarimiz deymiz, uychalik maydonchalar qilganmiz, u yerda yetarli konteyner, ya'ni baklar, chiqindi qutilari qo'yilgan. Shularga olib kelib tashashligini iltimos qilardim. Farzandlar orqali berilganda ham belgilangan nuqtagacha shu chiqindilarni olib borib qo'yilsa, shu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Med ko'rikdan o'tamiz, ya'ni doktorlarning ko'rikidan. Nima uchun doktordan o'tish kerak? Ertalab, har kuni ertalabmi? Sog'lig'ingizni tekshiraman, davleniyalaringiz joyida bo'lishi kerak. Yo sog'lig'ingizda sal noto'g'ri nimalar bo'lsa, ishga chiqarmayman. Ha, tushundim. Yo, demak men bugun ishlarkanman. Bugun ichmadim. Bo'ldi, chiqsam bo'ladimi endi? Endi bilasizmi, shu kecha sal bo'ldi. Yo, men o'z umrimda ichmaganman. Boshqa shikoyatingiz yo'qmi? Yo'q. Keyin aniq oyog'imni kichkina barmog'i sal og'rib turadi sovuqqa. Albatta bu hazil. Azizlar, ketdi endi. Eng qizig'i. Hop. Qizimiz bugun tug'ilgan kun. Hop. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q, azizlar, bugun bir maxsus transdagi ishchimizni tug'ilgan kunlari ekan. Mana yo'l-yo'laga tabriklab o'tamiz. Kimni tug'ilgan kuni? Sizniki. Assalomu alaykum. Mana shunaqa sizlar shaharni tozaligiga qaraydigan insonlar ko'paysin iloyim. Boringizga shukr, mehnatinglar halol. Mana endi bugun hozir ertalabdan kechga ishlab guvohi bo'lamiz. Tabriklayman, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. O, gul olib keluvdi, mashinadan olib berishdi hozir. Bu mana meni nomimdan sizga. Rahmat. O, qarsaklar. Yo'q, ichkarida o'tiramiz. Orqada ketmaymiz, katta ko'chada. Kabinaga chiqish kerak. Kabinaga chiqish kerak. Azizlar, mana hayajonli daqiqalar. Bugun men maxsus trans xodimiman. Ertalabdan kechgacha sizlar bilan mahallalardagi chiqindilarni va odamlarning etika, estetikani ko'ramiz. Qanaqa tozalikka rioya qilishyapti, ularni ham yoritib o'tamiz albatta. Men o'zim mashinamga ketdim. Ketdik. Yo, bismillah. Oba. Meni formam boshqacha, yangi.
Biz bu ko'rsatuvni tayyorlashdan maqsadimiz nima bo'ldiki, mana shu hozir odamlarda tozalikka rioya qilish kam, masalan, ko'chalarda ko'ramiz. O'zingiz ham ko'rsangiz kerak, mashinada oynani ochadi, musor tashlab o'tib ketadi. Boshini qilaman. Tiqilib yotibdi unaqalar. Har kuni uchratasiz-da. Aziz yurtdoshlar, ko'chaga musor tashlamaylik iltimos. Dushmanlarimizmi bizni? Bu dushmanlarimiz a? Mana baklashkalar yig'ib olib ketishyapti, bizni dushmanlar bular. O'zimiz yig'ib berardik baklashkalar. Konkurent. Bugun unda ko'proq baklashka yig'arganmiz-da aka. Pulni pap qilamiz, o'rtadan bo'lishamiz. Biz signal chap qo'ysak bo'ladimi? Biz keldik. Ertalab ishga kelsanglar, zavtrak nima bo'ladi? Yo uyda zavtrak qilib kelasizlarmi? Ertalab uyda zavtrak qilib kelamiz. Faqat obed ko'chada bo'ladi. Obed ko'chada bo'ladi. Ujinchi ujin. Uyda bo'ladi ujin. Aka, tortoringni. Yo'q, bu yoqdan ishlatish kerak. Bosing o'shan bor. Ha, yonida. Ha, bo'ldi. Zaberini ko'rsating. Tepaga ko'tarildi. Nabaroq ko'tarildi. Yo xudo. Ketdik. Keling, olib keling. Oba. Bu mutasaddi xodimlar biz bilan yuraveradimi deyman, ertalabdan kechgacha. Ha? Nimadan qo'rqishyaptimi deyman-da. Ha? Sirlar ochilib qoladimi? Azeli baklashga yig'moqchi edik, makalatura yig'moqchi edik. Bilmadim. Ruxsat bo'lmayapti chaqirdi. Baklashkalar ketib qoldi begarga. Yig'ish kerak makalatura azeli. Topshirib sotamiz uni, pul qilamiz aka. Obedga pul ishlash kerak-ku. Pul tushib qoldi. 2 ism bor ekan halam. Muomaladan chiqib ketgani 2 ism ha? Shu uchun hech kim mensimayapti. Oldin 2 ismga maktabda 4 ta gamburger berar. Hozir yerda yotibdi. Masalan, bir xillarda zonalardan kelishadi, misol majburiy mehnatga jalb qilinishadi-yu. To'liq ayta olmayman, unaqa majburiy ish bilan kelganlar yo'q. Hammasi o'zini xohishi bilan o'sha kirishdan oldin suhbatdan o'tadi. Ya'ni o'zim ham suhbatdan o'tkazaman. Bular bilan shu ishni necha pul oylik, ish nimadan iborat, nechida boshlanadi, jarayonni qanday o'tadi, o'shalarni hammasini tushuntirgandan keyin ular shu narsaga rozi bo'lgandan keyin ariza asosida ishga qabul qilinadi. 8 soat ish bir kunda. 8 soat ish. Birpas ishlamay turib, mana shu tazgini gaplashdik. Xudo berdi-ki, uydan pul olib chiqasizlarmi har kuni? O'zingizlar ishlatishga necha pul ishlatasiz bir kunda? 50 ming 60 ming. Oylik necha pul o'zi? 2 million oylik bo'lsa. Ko'chada yuborar ekansiz, hammasini unda. Haqiqatga sal to'g'ri kelyapti. Ha, o'sha, ha, u oylik. Ha, demak. Buni ko'mib qo'ysa ham bo'lardi, lekin musorga tashib olish. To'lqin aka, sizni qo'lingiz bilan
Bir kunda xo'p 50 ming qopsiz. 10 kunda 500 ming, 1,5 million bir oyda yo'q. 1 million pul qolyapti oylikdan. Nima qilasiz u oylikni keyin olib? Farzandlar bormi bolalardan? ikkita. Ikkita. Necha yosh aka? 6 yosh, 3 yosh. Sunnat aka, sizda bolalardan nechta? Ikkita qizim bor. Ikkita qiz. Necha yosh? Biri 2-sinfda o'qiydi. Biri 0-ga borib qoldi. Siz necha pul kuniga pul ishlatasiz abetga? Har xil, abitga qarab. Sunnat aka. Orzular qanaqa orzular? Orzular yaxshi. Yo, yaxshi. Ya, aytmoqchi bo'lganim, masalan, mana 2 million, 2,5 million oylik olyapsiz, to'g'rimi? Bola chaqaga yedirish, odam o'zi misol yaxshi mashina haydagisi keladi, yaxshi uyda yashagisi keladi. Shunaqa orzular bormi sizda? Bor, xudo xohlasa. Lekin mana shu qonaqasi, shu topgan pulga uydagilar ro'zg'orga yetib turibdi. Shu eng keraklisi shu. O'zim kelganman, o'zi shu ishga o'zim faxrlanaman, aka, shu ishim. Savob ish aka bu ish. Shu narsani yetib o'tmoqchiman. Agar maxsus trans bir kun ish faoliyatini shahar, Toshkent shaharda olib bormasa, 2000 tonna musor ko'chada yotar ekan. 2000 tonna. Xalqqa nima degan bo'lardinglar? Aka, mana o'zingizlarning kasbinglar yuzasidan. Yaqinroq kelavering. Xalqqa shu nima deymiz? Shu xalqni yaxshi yuribmiz, bir xillar suv beradi, bir xillar jirkiydi. Va shariati endi Jirkiganda nima qilasiz, aka? xo'p, ish indamay o'tib ketaveramiz, aka, nima qilamiz? Urushib ketganmi, kuninglar bo'lganmi? Hech kim bilan urushmagan. Andishani otini qo'rqa qo'yish kerak emas ekanda, gap qisqasi. Nima qilib, davom etamizmi? Ketdi, davom etamiz. Rustam aka, vперед! Orqa bilan kiramiz, chunki mahalla torligi sababli mashina orqasi bilan kirish to'g'ri keladi. Sherzod, ehtiyot bo'l. Muzakan. Qancha kerak? Kerakmi? Qani? Boshladik. Shunday bakrashga отдельно nima olmayapmi sunnatiga? Qopini olsa-chi? Ikkita qopilikli, Xudoy berdi aka. Bularni ajratamizmi? Bakrashga chiqsa boshqa joyga solamiz, Necha yildan beri ishlaysiz aka? Hamma 3 yilmi deyman-da, Rustam aka ham 3 yil, siz ham 3 yil. Men bu stroykani axlatiga o'xshayapti. Endi mayli, olib ketamiz, Pabratskiy. Og'ir aka, shuni. Necha soat ish har kuni? Sunnat aka? Har dam olishchi? Bab kiyimlar-chi, kiyimli. Voy. Normalniy kiyimli. Kimga kerak bo'lsa yozsanglar beramiz. Boshidagi chexol ham bor ekan. To'lqalar kerak emas sizga chexol? Oldin yoshligimizda ko'p musorlar kelsa titardik, har xil o'yinchoqlar topardik. Hozir ham Balenciaga. Chet elda bitta Balenciagani 3000-4000 dollardan sotib yotishibdi. Mana hurmatli chet el, Yevropa fuqarolari, bizda musorda yotadi Balenciaga. Ko'rsan, Xurshid? Xo'jayinlar kelib olgan. Bular gaplashmayapti bizlar bilan. Noto'g'ri nimadir gapirib qo'yaymi yoki gapirib qo'ymaymi deyishyapti. Sizlar qo'rqityapsizlarmi deyman-da? Yo'q, yo'q.